Shoshilinch, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video bugun 100 minglab foydalanuvchilarning e'tiborini o'ziga qaratdi. Ushbu video ortida esa o'zbek shou biznesidagi ikki yirik nom tilga olingan bo'lib, vaziyat yanada jiddiy tus oldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Siz Tezkor axborot kanalidasiz. So'nggi kunlarda taniqli xonanda Jahongir Otajonov ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video yozuvi bilan yana keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mazkur video qisqa vaqt ichida ommalashib, turli fikrlar va bahslarni yuzaga keltirdi. Gap shundaki, intervyu davomida Jahongir Otajonovdan duet ijrosi haqida savol berilgan. Xususan, jurnalist tomonidan o'zbek estradasining mashhur vakili Yulduz Usmonova misol sifatida tilga olingan. Aynan shu savolga berilgan javob esa ko'pchilik e'tiborini tortdi. Jahongir Otajonov o'z fikrida shunday deydi: u Yulduz Usmonovani san'atkor sifatida qadrlashini, uning ijodini yuqori baholashini tan olgan. Biroq shu bilan birga u shaxs sifatida uni o'ziga yaqin deb hisoblamasligini bildirgan va aynan shu sabab duet ijro etmasligini aytgan. Bu fikr qisqa lekin mazmun jihatdan og'ir bayonot sifatida qabul qilindi. Chunki gap oddiy ijodiy hamkorlik haqida emas, balki ikki yirik san'atkor o'rtasidagi munosabatlar haqida ketmoqda. Shu o'rinda yana bir muhim jihatga e'tibor qaratish lozim. Jahongir Otajonov o'z intervyusida jonli ijro masalasiga ham alohida to'xtalgan. Uning ta'kidlashicha, bugungi kunda ko'plab ijodkorlar jonli ijroga yetarli e'tibor qaratmayapti. U san'atkor uchun eng muhim mezonlardan biri aynan jonli ijro ekanini qayd qilgan. Bu fikr ham ijtimoiy tarmoqlarda turlicha talqin qilinmoqda. Ba'zilar bu gaplarni umumiy tanqid sifatida qabul qilsa, boshqalar uni aniq shaxslarga qaratilgan deb hisoblamoqda. Endi savol tug'iladi: bu oddiy fikr almashinuvi yoki yashirin qarama-qarshilik belgisimi? Nega aynan shu bayonot bunchalik shov-shuvga sabab bo'ldi? Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar ushbu video yuzasidan faol munosabat bildirmoqda. Kimdir Jahongir Otajonovning ochiq fikr bildirganini qo'llab-quvvatlasa, boshqalar bunday bayonotlarni noo'rin deb hisoblamoqda. Yana bir tomoni, Jahongir Otajonov o'z so'zida duet ijrosi haqida umumiy prinsiplarni ham tushuntirib o'tgan. Uning aytishicha, duet shunchaki mashhurlik yoki moliyaviy manfaat uchun emas, balki tomoshabinga haqiqiy ma'naviy ozuqa berish kerak. Yaratilgan qo'shiq yillar davomida inson qalbida yashashi lozim. Bu fikr san'atning asl mohiyati haqida muhim savollarni o'rtaga tashlaydi. Bugungi kunda ijodkorlar qanchalik darajada sifat va mazmunga e'tibor bermoqda? Mashhurlik ortidan quvish san'at sifatiga ta'sir qilmayaptimi? Shu bilan birga ushbu bayonot fonida yana bir muhim voqea yaqinlashmoqda. Ma'lum qilinishicha, Yulduz Usmonovaning yirik konsert dasturi Xalqlar do'stligi saroyida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bu esa jamoatchilik e'tiborini yanada oshirmoqda. Endi yana bir savol. Ushbu bayonotlar konsert oldidan paydo bo'lgani tasodifmi yoki bu oddiy vaqt mosligimi? Bu savollarga aniq javob yo'q, ammo muhokamalar davom etmoqda. Bu holat yana bir bor shuni ko'rsatadiki, mashhur shaxslarning har bir so'zi jamoatchilik nazarida diqqat bilan kuzatiladi va keng talqin qilinadi. Ayniqsa boshqa mashhur shaxs nomi tilga olinganda vaziyat yanada murakkablashadi. Oddiy tomoshabin bu vaziyatdan qanday xulosa chiqarish kerak? Eng avvalo har bir fikrni to'g'ri tushunish va uni ortiqcha keskinlik ostida qabul qilish muhim. Chunki san'at olamida turli qarashlar va yondashuvlar bo'lishi tabiiy. Shuningdek, bunday vaziyatlar san'atkorlar o'rtasidagi professional munosabatlar haqida ham o'ylashga undaydi. Ijodiy hamkorlik uchun faqat iste'dod yetarlimi yoki insoniy yaqinlik ham muhim rol o'ynaydimi? Kelgusida bu masala qanday rivojlanadi? Balki bu oddiy fikr almashinuvi sifatida unutiladi. Balki aksincha, yangi bahslar uchun sabab bo'ladi. Bu vaqt ko'rsatadi. Bugungi xulosa shuki, Jahongir Otajonovning bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda keng rezonans berdi. Bu esa yana bir bor shuni ko'rsatadiki, shou biznesdagi har bir voqea jamoatchilik nazarida ekanligini tasdiqlaydi. Hurmatli tomoshabinlar, siz bu vaziyat haqida qanday fikrdasiz? Bu oddiy shaxsiy qarashmi yoki jiddiy bayonot deb hisoblaysiz? Eng muhim va tezkor yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Tezkor axborot kanalini kuzatishda davom eting.
Ushbu videoni yaqinlaringiz bilan ulashing, chunki bu mavzu ko'pchilik uchun qiziqarli va muhim bo'lishi mumkin.